Kimki meni tushida ko'rsa, bas, u meni aynan o'zimni ko'ribdi. Chunki shayton mening suratimga kira olmaydi. Bu so'zlar Rasululloh alayhissalomga tegishli bo'lib, Imom Ahmad, Imom Buxoriy va Termiziylar rivoyat qilgan. Ibn Abu Jamra rahimahulloh aytadi: Shayton Rasululloh alayhissalom shakli shamoiliga kira olmaydi. Kimki tushida Rasululloh alayhissalomni chiroyli suratda ko'rsa, bu uning dini komilligiga ishora bo'ladi. Agar Rasulullohning a'zolaridan biror a'zosida jarohat asari bilan ko'rsa, bu uning dinida nuqsonga yo'liqishiga ishora bo'ladi. Bu haq gapdir. Tajribada sinovdan o'tgan va shu xulosaga kelingan gapdir. Imom Ibn Hajar Haytamiydan ba'zi zamondoshlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu dunyoda ko'rish imkoni bormi deb so'radilar. U kishi shunday javob berdi: Ba'zi ulamolar imkonsiz deydi, boshqa bir ba'zilari esa mumkin deydi. Ikkinchilarining fikri haqdir. Chunki bu haqda juda ko'plab solih insonlardan ishonchli xabarlar bor. Undan tashqari payg'ambar alayhissalomning o'zlari kimki meni tushida ko'rsa, bas u tezda uyg'oq holda ham ko'radi deganlar. Xuddi shu hadisga izoh bergan aksar ulamolarning fikricha, Rasulullohni tushida ko'rganlar u zot sharifni shu dunyoning o'zida o'z ko'zlari bilan albatta ko'radi. Eng kamida dunyodan o'tish, jon omonatini topshirish chog'ida Rasululloh alayhissalomning muborak yuzlarini ko'rib, jamollarini his qilib, keyin vafot qiladi deydi. Mafotih kitobida aytilishicha, kimki tushida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'rish vaqtiga muyassar bo'lsa, uning dunyodan o'tish xotimasi xayrli bo'ladi. Qiyomat kuni Rasulullohning shafoatiga noil bo'ladi. Borar makoni esa jannat bo'ladi. Agar ota-onasi musulmon bo'lsa, ular ham Allohning mag'firatiga yetishadi. Rasulullohni bir bora tushda ko'rgan kimsa Qur'oni Karimni 12 marta xatm qilgan qorilar darajasiga chiqadi. Bunday quvonchli tush ko'rganlarning so'nggi damda jon topshirishi juda yengil bo'lib, qabr azobidan ham xalos bo'ladi. Shuningdek, qiyomat kuni dahshatlaridan ham omon qoladi deydi. Imom Navaviy rahmatullohi alayhidan Rasululloh alayhissalomni tushda ko'rishlik faqat solihlarga xosmi yoki hamma inson ko'rishi mumkinmi deb so'raganlarida u kishi yo'q. Faqatgina solihlar emas, balki hamma musulmon u zot sharifni tushida ko'rish imkoniga ega deb javob bergan. Kamina xodimingiz imkon qadar siz azizlar bilan Hasan Muhammad Shaddod rahimahullohning shu mavzuda bitgan asari asosida payg'ambar alayhissalomni tushda ko'rish imkonini beruvchi qimmatli tavsiyalar bilan ulashamiz. Janob Rasulullohni ko'rish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Birinchi tavsiya: Qadr surasini har kuni quyosh chiqish va botish chog'ida 21 martadan o'qishni odat qilgan kishi Rasululloh alayhissalomni Allohning xohishi bilan tushida ko'radi. Ikkinchi tavsiya: Kavsar surasini bir kechada 1000 marta o'qigan kishi Rasulullohni Allohning xohishi bilan u ham ko'radi. Hasan Muhammad Shaddod bu amaliyot foydasini tajribadan o'tkazganini ta'kidlagan. Uchinchi tavsiya: Kimki Rasululloh alayhissalomni tushida ko'rishni istasa, Muzammil surasini 41 marta o'qisin. Shubhasiz, u Rasulullohni ko'radi. Hasan Muhammad bu amaliyotni ham sinovdan o'tkazganini ta'kidlagan. To'rtinchi tavsiya: Juma kunida Qadr surasini 1000 marta o'qigan kishi payg'ambar alayhissalomni tushida ko'rmaguncha bu dunyodan o'tmaydi. Allohga hamdlar aytamanki, bu ham tajribadan o'tdi deydi Hasan Muhammad. Beshinchi tavsiya: Ba'zi ulamolar aytishlaricha, Kavsar surasini quyidagicha xususiyati bor. Kimki bu surani juma kechasida 1000 marta o'qib, ortidan Rasulullohga yana 1000 marta salovat aytib uxlasa, tushida u zoti sharifni ko'radi. Men bu tajribani amalda juda ko'pchilik sinab ko'rganini va tasdig'ini topganini bilaman deb aytadi Hasan Muhammad. 6-tavsiya. Ba'zi mashoyixlarga ko'ra, juma kechasining qoq yarmida turib, Quraysh surasini 1000 marta o'qib, tahorat bilan uyquga ketsa, tushida payg'ambar alayhissalomni ko'radi va Allohdan so'ragan boshqa hojatlari ham ravo bo'ladi. 7-tavsiya. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadi: Kimki bir kechada Qul huvallohu ahadni 1000 marta o'qisa, tushida payg'ambar alayhissalomni ko'radi. Allohga hamdlar bo'lsinki, buni tajribadan o'tganini ishonch bilan ayta olaman deydi. 8-tavsiya. Yana Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan keltirilishicha, payg'ambar alayhissalom qaysi bir mu'minki juma kechasida 2 rakat namoz o'qisa va har bir rakatida Fotiha surasidan keyin 25 martadan Qul huvallohu ahadni o'qib, uning ortidan 1000 marta salovat aytsa, keyingi jumagacha albatta meni tushida ko'radi. Va kimki meni ko'rsa, Alloh uning gunohlarini mag'firat qiladi dedi. Bu rivoyatni Imom Yusuf Nabahoniy o'z asarida zikr qilib o'tgan. 9-tavsiya. Kimki juma kechasi 2 rakat namoz o'qib,
har rakatida bir martadan Fotiha surasini va 5 martadan Oyatul Kursini o'qib, namozini tamomlagach payg'ambar alayhissalomga salovat aytsa, Rasulullohni albatta tushida ko'radi. 10-tavsiya. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadi: Kimki menga shanba kunda 1000 marta salovat aytsa, jannatdagi joyini ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. Men bu xabarni ham tajribamdan o'tkazganman, deydi Hasan Muhammad Shaddod. 11-tavsiya. Jamoliddin Abul Vahhob aytar edi: Men Rasululloh alayhissalomni shunda ko'rdim. Shunda u kishi menga uyqu oldidan bismillahni 5 marta, auzu billahni 5 marta aytasan. Keyin ey Alloh, Muhammad alayhissalom haqqi hurmati menga Muhammad alayhissalomni shu dunyoda ham, oxiratda ham ko'rsatgan deb ayt. Allohga hamdlar aytamanki, bu ham tajribada sinaldi, deya ta'kidlaydi Hasan Muhammad. 12-tavsiya. Payg'ambar alayhissalomni tushida ko'rish uchun quyidagi duoni 100 marta o'qish tavsiya etiladi. Yo Alloh, men sendan o'zga bo'lmagan nuring haqqi hurmati ila Nabiyin Muhammad alayhissalomni menga ko'rsatmog'ingni iltijo etib so'rayman. Muallif Hasan Muhammad Shaddod aytadi: Allohga behad hamd sanolar bo'lsinki, bu ham sinovdan o'tdi. Juda ko'pchilik bu vositani sinab foydasini bilgani haqida kaminaga xabar berdi, deydi. 13-tavsiya. Shayx Abdul Qodir Jiloniy rahimahullohga tegishli Hadoiqul Ahbor va G'uni asarlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltirilgan quyidagi hadis bor. Rasululloh alayhissalom aytdi: Kimki juma kechasida 2 rakat namoz o'qisa, har rakatida Fotiha surasidan keyin 1 marta Oyatul Kursini va 15 marta Qul huvallohu ahadni o'qisa va namozining oxirida 1000 marta salovat aytsa, u tushida meni ko'radi yoki keyingi juma oxiriga qadar albatta ko'radi. Kim meni tushida ko'rsa, unga jannat bordir va oldingi va keyingi gunohlari ham kechiriladi, deganlar. Hurmatli kuzatuvchimiz, sizga yuqorida 13 ta tavsiya berildi. Bularni qaysi birini qilamiz deb so'rashingiz mumkin. Toqatingiz qaysi biriga yetadi? Shuni qiling. Hammasiga yetsa hammasini bajaring. Axir siz birorta boyni yoki podshohni emas, Rasulullohni ko'rishni istayapsiz. Shuning uchun qo'lingizdan kelsa barcha tavsiyani sinab ko'ring. Agar Alloh muvaffaq qilib, u zotni tushingizda ko'rsangiz, bizning nomimizdan ham salom ayting. Va yana shuni bilingki, agar u zotni tushingizda ko'rsangiz, imkon qilsa buni boshqaga aytmang. Bu Alloh bilan o'rtangizda sir bo'lib qolsin. Bunday go'zal tuyg'ular, shirin lahzalarni odamlar bilishi shart emas. Bu sizning xotirangizdagi eng baxtiyor kechikmalar bo'lib qoladi.